22 mavzu yuk va yo'lovchilarni tashish. Yuk tashishdan boshlaymiz. Qaranglar. Yengil avtomobilda yuk tashish uchun yengil mashinaning tomiga bagajni o'rnatsa bo'ladi. Mana mashina ustida yuk tashishga ruxsat beriladi. Faqat qoidalarda tomda tashiladigan yukka gabarit, uzunlik, balandlik va kengligiga qo'yiladigan talablar bor. Tomda tashiladigan yukka balandligi yengil mashinada 1 metrdan oshmasligi kerak. Yukka kengligi 255 metrdan oshmasligi kerak. Bundan tashqari, agar yuk yon tomondan 0,4 metrdan ko'p chiqadigan bo'lsa, mana bunaqa belgi ilish kerak bo'ladi. Katta o'lchamli yuk deyiladigan. Bu belgi nur qaytaruvchan bo'lishi shart. Agar yuk 0,4 metrdan kam chiqadigan bo'lsa, bu belgini ilish kerak emas. Bundan tashqari, yuk yengil mashinani oldi va orqa tarafidan 0,5 metrgacha chiqishi mumkin. Bundan ortiq chiqishi taqiqlanadi. Endi yuk avtomobillarida yuk gurzovoyi orqasidan 2 metrgacha chiqishi mumkin. Shunda ham 1 metrdan ko'proq masofada katta o'lchamli yuk belgisini ilish kerak. Agar yuk 1 metrdan kam chiqadigan bo'lsa, bunaqa belgi ilish kerak emas. Bundan tashqari, umumiy uzunlik gurzovoyda 12 metrdan oshmasligi kerak. Tirkamali yuk mashinalarida bo'lsa, umumiy uzunlik 20 metrdan oshmasligi kerak. Umumiy balandlik 4 metrdan oshmasligi kerak. Umumiy kenglik 255 metrdan oshmasligi kerak. Keyingisi, tashiladigan yukka vazni va o'qqa tushadigan og'irligi belgilangan me'yorlardan ortmasligi kerak. Keyin yuk chang ko'tarmasligi va atrof muhitni iflos qilmasligi kerak. Endi odam tashishga o'tamiz. Odam tashish taqiqlanadi traktorlarda va tirkamalarda. Hattoki tirkama uychada ham odam tashish mumkin emas. Bundan tashqari, bolalarni yuk avtomobilini kuzovida tashish taqiqlanadi. Lekin yuk avtomobilini kabinasida bolalarni tashish mumkin. Yuk avtomobilini kuzovida odam tashiganda odamlar yerda o'tirmasligi, yuk ustida yoki bortda o'tirmasligi kerak va tik turib ketmasligi kerak. Odamlar maxsus jihozlangan o'rindiqlarda o'tirishi shart. Bu uchun yuk avtomobilini mana bu rasmda ko'rsatilgandagi o'rindiq bilan jihozlab chiqish kerak bo'ladi. Bu o'rindig'i balandligi 0,3-0,5 metr, bortda balandligi bo'lsa odamlar tushib ketmasligi uchun 1,3 metr bo'lishi kerak deyilgan. Lekin yuk mashinasi o'rindiq bilan jihozlanmagan bo'lsa, faqatgina yuk kuzatib ketayotgan shaxslar o'tirib ketishi mumkin, agar o'zi bilan o'rindiq olgan bo'lsa. Yuk mashinasida odam tashish uchun haydovchida S va D toifali haydovchilik guvohnomasi va 3 yillik staji bo'lishi kerak. Keyin mototsiklli orqa o'rindig'ida 12 yoshdan katta bolalarni tashish mumkin. 12 yoshdan kichkina bolalar bo'lsa, faqat yon kajavasida o'tirib ketishi mumkin. Xuddi shunaqa yengil mashinada ham 12 yoshdan katta bolalar mustaqil o'zi o'tirib ketsa bo'ladi oldida. 12 yoshdan kichkina bolalar oldida o'tirganda maxsus ushlab turuvchi moslama detskiy kresloda o'tirishi shart. Avtobusda bolalar guruhini tashiganda avtobusda bolalar tashish belgisi bo'lishi kerak. Yaqinni yorituvchi farasi yoqilgan bo'lishi kerak va katta yoshli kuzatuvchi bo'lishi kerak. Keyin odam soni o'rindiq sonidan ortmasligi kerak. Ya'ni joy yetmasa odamlarni tomga ortish, bagajga solish mumkin emas. Qancha yuk va qancha yo'lovchi olish mumkinligini avtomobilni ishlab chiqaruvchi korxonasi belgilaydi, o'shandan ortmasligi kerak. Keyin velosipedda 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni tashish mumkin va gabarit o'lchami 0,5 metrdan oshmaydigan yuk tashishga ruxsat beriladi.